Kahf surasida mashhur qissa bor. Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalom orasida bo'lib o'tgan ajib voqea haqida so'z boradi. Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, astag'izu billah: "Va ammal jidaru fakana li ghulamayn yatimayn fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā rahmah min rabbik va ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra." Ma'nosi shuki, devorga kelsak, u shahardagi ikki yetim bolaniki bo'lib, uning ostida ikkoviga tegishli xazina bor edi. Ularning otalari solih odam edi. Parvardigorning ikkovining voyaga yetib, Parvardigorning rahmati bo'lgan xazinalarni chiqarib olishlarini iroda qildi. Buni o'zimcha qilganim yo'q. Sen sabr qila olmagan narsalarning ta'vili mana shudir deb Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga qilgan ishlarini hammasini batafsil gapirib berganlar. Mana shu gaplaridan biri bu yerdagi o'sha shaharda oxirida charchab, o'zlari qornlari och, sillalari qurib, endi shahardan chiqay deganda Xizr alayhissalom, keling mana shu nurab turgan devorni to'g'irlab qo'yaylik deb devorni to'g'irlaydilarda, undan keyin butun oxirgi kuch g'ayratlarini Musa alayhissalom jamlab shu devorni bitkazadilarda va umid qiladilarki, shoyatki shu devorni bitkazganimizdan keyin bir noni hol bersa bizga, bir qornimizni to'ydirsa degan umidda qiladilar. Lekin bitirib devorni bitirganlardan keyin qo'llarini qoqib Xizr alayhissalom aytadilarki, ketdik. Axir bir narsa olmaymizmi? Nimaga bunday qildik? Shuncha bitirdik, bepulga qildikmi? Bir hech bo'lmasa bizga bir narsa bersin, yegulik bersin deganda keyin mana shuni aytib beradilar. Ki bu devor, nurab turgan devorni uyida bir beva ayol bordi va ikki yetim sag'ir bor, kichkina. Bularni hozir devorini bitkazganimizdan keyin Allohning irodasi shuki, bu yerda bir devorni tagida bir katta xazina bor. O'sha xazinani bu ikki yetimning haqqi, Alloh taolo shuni iroda qildiki, ular o'zi katta bo'lgandan keyin, yoshlari bir ulg'aygandan keyin bu devor yana nuraydida, keyin buni yiqitadilar, ostidan xazinani olib o'zlari ishlatadilar. Agar shunday qilmasak birovlar olib ketishi mumkin va buni biz qilishimizga buyurganini sababi ularning otasi solih odam edi deydi. Mana shu yerda urg'u berilayotgan narsa, muhtaram jamoat, ularning otalari solih edi degan so'z. Said ibn Jubayr ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qiladilarki, u ikki bola otalari salohiyatli sababidan Allohning do'stlari, Allohning bandalari kelib buni xizmatini qildilar, deyaptilar.